Samarqandda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida 1984-yilda tug'ilgan fuqaro Qoradaryoga tushib ketgan. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 28-iyun kuni Pastdarg'om tumani 6 Qahramon mahallasida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro Oqdaryo tumanidagi Istiqlol mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Qoradaryoga ehtiyotsizligi oqibatida tushib ketganligi haqida Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Ma'lum qilinishicha, hozirda Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari tomonidan daryo hududida uzluksiz qidiruv-qutqaruv ishlarini olib borayotganini ma'lum qildi. Albatta, kimda-kim cho'milishga borayotganda ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni so'rab qolamiz. O'zingiz va oilangizni asrang.